Leksiyalarımızda devam kılımız, hürmetli vatandaşım. Endiki mavzumunda. İşki qırğaq, yoki işki devlet taglikni oshkorlaydigan paytga yetib keldimi? Bu yerda ishki qirg'oq yaxshi tushunasizlar, Jungo bilan Tayvanmi. Mavzular xabar 7-oyning 1-kuni kuzatuvchi tor beti e'lon qilindi va shu kuni Vanbi tor beti ko'chirildi. Xabar bundoq boshladi. Tayvan Zhongxi elektronlik gazeti 7-oyning 1-kuni maqola e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Tayvan orqadan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlardan ayrilib qolgandan keyin Prezident Tsai Ing-wen, Prezident Chen Shui-biyan Jungo bilan qarshilashgan koni kattanga qarab mengishga boshladi. U tarafni atay Jungo deb atagandan boshqa ikki taraf almashtirishga to'sqinlik qiladigan bir qator tadbirlarni qo'llanishga boshladi Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen. Texmo aktiv Amerikaga yaqinlashib, Amerikaning Jungoga taqobil turishi dastak bo'lishga rozi bo'ldi. Demak, xabarda shunday deyilyapti. Tayvan texmo aktiv Amerikaga yaqinlashib, Amerikaning Jungo qarshi turishida dastak bo'lishni tanlab oldi yoki rozi bo'ldi. Fransiya agentligining ziyoratini qabul qilganda prezident Tsai Ing-wen oshkora mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat bilan birlashib Jungoga taqobil turishni chaqiriq qildi. Matbuotlar bu ishni uning vazifaga o'ltirgandan bir qattiq iboralarni ishlatib, suhbat bayon qilishi deb tushundirdi. Va ishki qirg'oq vaziyatining kaskinlashib, kontrollikni yo'qotib qo'yishidan ansirashga boshladi. O'xshash ishki qirg'oq o'rtasida dushmanlik burma shakillik o'rlab, ishki qirg'oq munosabatining tagligini oshkorlash paytiga yetib keladigan bo'lsa, sovuqqonlik bilan kuzatib, hukm qilishga to'g'ri keladi. Tayvan Jungo o'zining tagligini oshkorlab yoki shunday qilaman deydigan darajaga yetib keladigan bo'lsa, sovuqqonlik bilan hukm qilishga to'g'ri keladi. Prezident Tsai Ing-wenning bugungi kunda qarshi tarafni Jungo deb ataganligi yaxshilikdan darak bermaydi. Tayvan mustaqilchilari Tayvan mustaqillik uchun referendum o'tkazish to'g'risida yig'in o'tkazdi. Lidenxoy allaqachon mustaqil. Tayvan allaqachon mustaqil. Zaruriyati yo'q. Dedi Xi Jinping Tayvanni qurol kuchi bilan birlik keltiramiz dedi. Mavzuliq to'g'ri filmi 6-oyning 21-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abduret Janhu 6-oyning 20-kuni Rora Bakir Tayvan Jamhuriyatini e'tirof qilish to'g'risida qonun loyiha o'tirib qo'ygan edi. Bu 21-kuni Lidenxoy Tayvan asli mustaqil. Zaruriyati yo'q. Tövende tahlil qilamiz vatandaşım. Yani bir haber. Jungo Amerika savdo urushi boshlanadi. Amerikaning Jungodagi shirkatlardan eng yomon oqibatlarga tayyorlik qilib qo'yishiga topildi. Mavzular xabar 6-oyning 30-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika 7-oyning 6-kuni Jungo tovarlarga boj qo'yish siyosatini ijro qildi. Jungo ham birinchi vaqtda javob qaytarmoqchi bo'ldi. Amerika Jungo savdo urushi boshlandi. O'xshashli bir vaqtda Amerika amaldorlari Jungodagi shirkatlarning tayyorlik qilib qo'yishini chaqiriq qildi. Hozir Amerikaning Jungoda tijorat qilayotgan shirkat. Shangang Janub Sahar gazeti 6-oyning 30-kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Savdo urushining dastlabki tamojna baja siyosati ijro qilinadigan bir paytda Amerika amaldorlari Jungodagi shirkatlarga diqqatda turish to'g'risida topiladi. 2 nafar shirkat xabarlardan xabardor kishi bundoq dedi.
Amerika'nın Cungo turistlik baş elçisi 28. günü Amerika şirketlerine mundaq dedi. Qısqa müddetlik. Akıbetlerge takamül turist tayyar turunlar. Amerika bilen Cungo oturuşu savdo uruşu bir mezgil davamlaşıdı. Bazı şirketler inkas qaytırıp Cungo dairlerinin şu şirketlerinin yukarı derecelik emeldarlarına vize koyup vermegenliginden ağrındı. Bazı gazetler mundaq deyişdi. Bazı kişilerin aytışa qaraganda gerçi Cungo tamoyna beji meselesi de okşaş derecede Amerika'dan öç alalmasın mı? Lekin Cungo'da ticaret kılıvatkan devlet alqan şirketlerge besim işletip şu arqalaq Amerika'da siyaset belgelegiçilerge tesir körüstüp soğudu münasebetleri ciddiligini pesaytişke uğranışı mümkün. Cungo'daki şirketlerge besim işletip Xitay şu arqalaq Amerika'nın siyaset belgeleşiga tesir körüşü mümkün. Amerika Soğud işlerinden haberdar kişiler mundaq dedi. Cungo Amerika 7. ayının 6. gün cazalaş karakterlik tamoyna beji siyasetin yol koyuşunu tosip qilishqa endi vaqt qolmadi. Biz 7. ayının 6. günü bir mezgil qilib vatandaşlar so'zlab keldik. Wang Tishan efendimi endi ziyoratga Amerika ulgurib kelemedi. Endi hozir nima deydi mayli Amerika amaldorlari, mayli Cungo amaldorlari endi bu vaqtni 7. ayının 6. günü cazalaş karakterlik tamoyna beji siyasetin yol koyuşunu Amerika'nın hiç kim tosip qololmaydi. Haberdar kişilerin aşkarlı Xi Jinping mundaq degan imiş. G'arbda bir xil söz var ekan. Bir kişi sol yüzüne bir kaçat salsa, sen derhal 10 yüzünü tutup ber deydi ekan. Lekin Cungo medeniyetide bolsa iş bunun tamam aksi. Qanqa qan, canqa can elish deydigan bir gap bor. Bu Cungo medeniyeti ekanchi mu vatandoshim bilib qoling. Qanqa qan, canqa can elish deydigan bir gap bor. Bundan qaraganda Beijing ba'zi vositalarni ishlatishi mumkin.